Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'g'ri anlatildi. Ko'pchilik tarqagandan keyin bosh qo'mondan G'ojam, Xalpitim, Anvar Musaboyevlarni elib qoldi. Abdumarmo atay ayrilib qoldi. Har qaysilari xalq ichida inovatlik, bizning ishonchimizga egiz otlar. Deb gap boshladi harbiy qo'mondan. Sizlarning jamiyatga ta'siringlar va o'rninglar Gomindan firqasi uchun intoyi muhim. Men firqaning Ili viloyatlik sho'basining mas'uli bo'lib sifatim bilan Jushijan Huang professorining taklif bo'yicha sizlarni firqaning a'zoligiga tunishtirmoqchiman. Har qaysilarining fikri qandoqkin bilmoqchi biz. Rahmat. Shindoban otamizning izi bilan mengishning o'zi katta gap. Afu Shenjang bu gap sizga qartilmagan. Mulu 3 kishiga, G'ojam, Xalpitim, apandimga. Nayt yaxshi. Bu kishilarning partiyamizga a'zo bo'lgani to'li yaxshi. Biz a'zo bo'lganga o'xshash. Abdumari yana gap orlig'ida turib edi, harbiy boshliq gap qilmang degan ma'noda o'ng qo'lni ko'tarib qo'ydi. G'ojam, sizlar yurt oqsoqoli, 7 avlod vatan uchun, chegara rayonining gullanishi uchun ajr qilib kelgan eng cho'ng, eng hurmatli oilaning vakili. Qani siz ifoda bildirsalar. Lavay. Bu bir katta gapkan. Maslahat bilan bir ish qilamiz. Men qiyradim, hukumat ishiga aralashmay deb edim. Bo'ladi, o'ynansizlar. Hukumat ishi, xalq ishi har birimizning birinchi muhim ishimiz. Aralashmay chatda turg'ili bo'lamdi. Xalpitim, dedi qo'mondan mutaali Xalpitimga darhol burilib. Sizlar dinniy sohadagi eng hurmatli cho'ng zot. Uyg'ur uyushmasining ishlariga to'limi cho'ng to'p qo'shdilar. O'z qo'ruv joylarini maktabga berdilar. Yetimlarga pul berib, maktab qurib o'qitdilar. Sanmin joyi naq mushxil fazilatga muhtoj. Sizlar firqamizga a'zo bo'lishga qanday qaraylikin? Hozir ro'ziyi, dedi Xalpitim oldirmay so'zlab. Qur'on Karimda ro'za tutgan odam bir tashkilotga, bir partiyaga a'zo bo'lsa, ro'zasi buziladi degan gap bor. Biz taqvodor odamlar Qur'on Karimning hukm nizomlariga qattiq amal qilamiz. Yetdin keyin javob bersam qanday bo'larkin? Tarjimon bu so'zlarni tarjim qilib edi, qo'mondan qoqoqlab kulib ketdi. Yaxshi. Partiyamizning tashkilot bo'jongi Jujahua Şinjanga yordamga mangan kadrlarni uzatganda, sizlar Şinjangda ishlashga ketyapsizlar. Bu yerdimi, Şinjangdimi qo'shma ish olasizlar. 1 yil ishlagandan keyin yana 20 yillik ish haqi qo'shib beriladi. Sizlar alohida ish bilan ketyapsizlar. Alohida ish. Shindobanning gapi kirish, surkilish paydo qilmaslik. Oz sonliq millatlarning urf-odatlariga alohida hurmat qilish degan gaplarni qattiq chekilgan. Undaq gap Qur'onda bo'lsa, siz degandek bo'lsin. U darhol Anvar Musaboyevga qarab edi. Anvar apandi darhollan. Xo'jam, Xalpitimning bergan javoblariga qo'shilaman. Biz nima qilsak bar maslahat birlikda qilamiz, deb javob berdi. Siz apandim Sovet ittifoqi bilan so'dingiz, to'xtab cho'ng ziyon tortdingiz. Bizga ochiqingiz bor. Shuni Gomindan partiyasi bizning partiyamiz hamma adolat, samimiylik, mehribonlikni o'lcham qiladi. Ishlaringiz tuzilib ketadi. G'arbdan tartgan ziyonni sharqdan tirildirib ola olasiz. Amdi Tianjin, Shanghai, Guangzhou, hatto Shanganlarning darvozalari sizga ochiq. Cho'ng bozor sharqda, istiqbolingizmi sharqda. U davlat bayrog'i va yangidan esilgan Gomindangning partiya bayrog'iga qarab chas berdi va kulib qo'yib, "Anlasam ishchilaringiz xanko'lavatqidek rasmi?"
deb so'ravidi Sazgur Anvar apandi tog' qo'llarida elib berilayotgan harbiy mashqdan xabar topgan o'xshaydi deb cho'chib tatirib ketdi-da, darholla shundoq 4-500 ishchi bor, zavod uloq ish yo'q, haydib yetish ko'nglim unimidi, qon ichib jon beqishga yordam qilyapmiz dedi. Yaxshi. Şinjan deganda yerga eng issili pul topqili bo'ladi. Yer ostida 100 xil boyliqi, yer ustidami 80-90 xil boyliqi bor. Bundaq yer dunyoda oz. Neft bilan ko'miri O'ruslarnikidan jiq. Shunga inglizlar, yaponlar, germanlar, turklar, o'ruslar bu yerga bir-biridan qizg'inishib qarashmoqda. Bu bir parcha semiz go'shtni o'zimiz yeyishimiz, bu go'har zaminda o'zimiz yashashimiz lozim. Şuna Jiang ve Yanjiang mayli qandoq bo'ron chapqin bo'lmasin, Xinjiangni qo'ldan bermaslik deb qayta ta'kidlamoqda. Yapon mag'lub bo'lgandan keyin Amerika, Sovet, Angliya dunyoni qaytadan bo'lishidi. Manjuriya, Tashqi Mongoliya, Xinjiang Stalinning ko'z tikayotgan yerlari. Stalin Shingdobandan o'chirishi mumkin. Bizga keladigan cho'ng xatar mushu g'arbdagi tam qo'shnidan keladi. Hozir u yerda 20 dak partizan guruhi qurildi. Altayda Osman Tashqi Mongoliyaning, Toshqo'rg'onda Isoqbek eliq Mashhaddan chiqib ketgan Qozoq-Qirg'iz uyushmasining boshlig'i bo'lgan Qirg'iz Sovet ittifoqining qurollantirishi bilan to'plan ko'tarmoqda. Qo'lja hozir ishtish, lekin masjidlarda g'alati tashviqotlar paydo bo'lib qoldi deb angladik. Rost qo'mondan, bu xabar rost. Ba'zi oxun imomlar g'azab, istiqo deganlarni da'vat etdi. Abdumarmin begi darhol qo'mondanning gapini qo'llaydi. Qo'mondan uning gapining beliga yana tapdi. Inkos deganning hammasiga ishonverishga bo'lmaydi. O'tganda yolg'on xabar berib, ma'lumotchilik paydo qilganlar xeyli ko'p bo'ldi. Xato tutilganlar xeyli bor ekan. Gomindan firqasi Shingdobanning yetakchiligida turmalarni tekshirmoqchi. Gunohsiz qamalganlarni qo'yib etmoqchi. Anglasa Meliq Muxtaraboy deganlar begunohmish. Qo'mondan, u degan bandit G'anining yaqini, uning bolasi hozir Nilqida. Bo'ldi, dedi qo'mondan uning gapini yana uzib. Masjidlarda Ushmaslak degan kitobni obdan tashviq qilsak, xalq haq nohaqni ayriya oladi. Men bu 3 kishiga to'liq ishonaman. Bu kishilar adolat, sadoqat va mehr shafqatni xalqqa yetkazishda namunalik rol o'ynay oladi. Kalaskaga chiqqandan keyin G'ojam kulib, "Bu boshliqning gaplari chiroyli-ku, lavay." Devide xalpitim kulib, "Qotillar chiroyli gap usta bo'ladi. Getlermi, shingsaymi shundoq-ku." Devide Anvar apandi, "To'ydirmay bizni chekib yo'qotadi. Uning bizning ishlarimizdan xabar bada qiladi." dedi. "Shunda texmi o'shar bo'lmasak bo'lmoqda." Anlavatqaninglar Beli Qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 1944-yilgi yangi yilni Ziyoudin balalar bilan birga xushal-xuram kutib oldi. Uning Aydin ko'chasidagi 2 eg'izliq yangi uyida Nuri, Dara va kichik qizi, 2 o'gay qizi Mutaali xalpitimning atadarchiligida nikohlanib olgan yosh xotini bo'lib 8 jon qizi bosgan poloyab, cho'loqay sarim almasi va safar oxunning qo'lida pishgan shirin tamlik gulava, jag'da qo'g'inlar bilan mehmon bo'lishdi. Balalar xushal bo'libmi, Nuri to'liq xushal edi. "Tova!" dedi Ziyoudin hayron bo'lib. "Bu ishingizsa yavaşlab ketdi. Mutaali xalpitimning deyishicha, Gomindan degan adolatni yoqalaydi ekan." Gomindan firqasi bilan Shansay hokimiyat talashyapti dada. Xalqqa yaxshi ko'rinish uchun hamma yaxshi gapni qilyapti. Qara, mana bu Xinjiang gazetidagi yaxshi gaplarni, adolat, sadoqat, mehr shafqat degan so'zlar hamma batni qoplabdi. Qara, partiyaning odilligi degan cho'ng mavzu qo'yilgan, Jungoning taqdiri degan kitob Jiang Jishi yozgan kitob ekan. Gazet shu kitobdan hamma yaxshi gaplarni terib beribdi. Ushmaslak, davlat otisi ta'limoti degan kitoblar, heliq xalpitimlarga so'zlagan Huang Rujin nuqul hayotlik nazariyasi degan kitobni yozibdi. Jiang Jishi degan odam qiyinchilikni yengandala ish osonga tushar ta'limotini yozib chiqibdi.
Gaplar chiroyli, lekin ularning maqsadi Sovet ittifoqining ta'sirini tozalash, marksizm, leninizmni qaralash. Bu deganing nima gap voy Nuri? Biz marksizm, leninizm yaxshi deymiz. Sababi namratlar hokimiyat tutadi. Baylar, zolimlar bo'lmaydi. Hamma odam barobar bo'ladi. Odamni azmaydi. Ular yo'q, marksizmdan ushmasak yaxshi deydi. Masliki nima so'y? Çay içsiniz-a? Dedi kulib turadigan oq pishmoq, qash ko'zi joyida chiroyli ayol Nuriga bir piyola choy sunib. 3 yilda qechib yuribsiz, mana endi odam tutmaydigan bo'pti. Nimali bo'lsa odam tutmagandikin yaxshi-da. Vah, onu bir dema xotin, dedi Ziyoddin kulib qo'yib. Mana qara, Dara bilan Dara mushtaq turibli malay bo'ldi. Sen, men nimalarni ko'rmadik? Muxtar akamlarni qo'yib atgadak, yer suyimizni qaytirib bergidak. Darsu sahroga chiqmaydi dada, dedi Bara dadasiga erkilgandek dadasining mursiga beshini qo'yib. Kötek qarı bilan bir ot qilib olsak, Dara ikkimiz xongdan ko'mir tushib pul topamiz. At yoziq qartoshimiz. Otni men kelib beraman, dedi Nuri kulib. Mening samiyizda G'anikamning kuzligida 3 yetim bor. O'g'irlaganmi aka? Kichik qiz so'radi, hammasi paraqida kulishdi. Ha, akam, men o'g'ri. Nutqim bormi aka? Ha, miltiqim bor shu kuzlikda. Dadamning miltiqi ko'mirning tagida. Kishlarga demanglar qizdirim. Ziyoddin 8 yoshlik ikki o'gay qiziga kulib qarab qo'ydi. Yaxshi o'qinglar fikrlarim. Mana buni o'qinglarmi, yana 2 yilda maktabga boradi, afkam, ha? O'qiyman, cho'ng bo'lganda doktor bo'laman. Xudoyim buyursa qizim. O'gay ona qizining peshonasiga so'yib qo'ydi. Shuncha mushundaq bo'lgani bilan bu uyda o'gaylikdan asarmi yo'q edi. Lekin tabiat undaq emas. Mana yana lapildab qor yog'moqda. So'g'uq kuchaymoqda. Daryo tarafdan tuyuqsiz janub shamoli huvuldab, qor xushqunlarini panjaraga urmoqda. Tabiat asabiylashgan. So'g'uqlari chaqadi. Bo'ronlari buzadi. Qorlari ko'madi. Quyosh bechara g'uva, nurining kuchi yo'q. Pul yo'q, dedi Ziyoddin yana Nuriga qarab qo'yib. Pul tepishning yo'limi yo'q. Un, may, go'shtlarimiz, ko'mir, qattiq o'tinlarimizmi ko'klamgacha yetadi. Ish bo'lmasa odam zerikib o'ladi-da. Balam Nuri, etingni akilayli. Harvi qilolmasak, chana qila olamiz. Ishki yigit zerikib ketdi. Chani bilan ko'mirchilik qilsin, men ovchilik qilay. Sen baribir Nilqiga ketsan. Bo'ladi. Ishkatni sana beray. Men Samiyuzdan Nilqiga ketay. 2 kundan keyin yo'lga chiqayli. Bizning mahalliga piyoda chiqsak, u yerdan birining otchanisi bilan Samiyuzga bora olamiz. Ketmanglarchi, birga qishlayli, dedi xotin muloyim ovoz bilan kulib turib so'zlab. Nur Muhammad dutlarni qo'ymi yaxshi chaladi ekan, naqsin mo'ngluq. Voy, odamning yuragini ezib, mutaali xalqdan xizmat deb beraman debdi-ku, apandichilik qilasiz bo'lmasa. Nilqiga ketmasam bo'lmaydi. U yerda og'inalarim meni saqlayotdi, hada. Opoda, dedi Dara kulib. Gulbahram, dedi Ziyoddin kulib. Nuri oralli 9 yosh kichikka seningdan. Hada degani durustaq qiladi. Hada desin, Dara bilan Daramo hada desin. Ular yana kulishdi. Oila baxtning beshigi, xushalliqning manbasi.
Puldarlar, mansabdorlar, martabeliklar o'z ustunligi bilan erisholmaydigan baxt xushalliqqa namratlik bilan erishalaydi. Uyda hamma odam chin qalbidan xushal bo'lib, rostli kulsa, qushlar o'g'illarini agib ushqandek, baxt farishtalari mo shu uyni agib uchudi, ketolmaydi. Bag'rini yoqadi. Mana bu oddiy bir hayot qonuni edi. Ziyodun mutaali xalbitimga chin qalbidan rahmat aytdi. Chunki u odam musha oq ko'ngil, kuyimchan, xuddi o'lib ketgan Rayhonguldek ishchan taranchi qizini nag'irchidagi bir dehqonning uyidan tepib, uningga chetib qo'ydi. Ziyodun o'lib ketgan ayolini ba'zan aslaydigan bo'lib qolganidek, Gulbahram mo turmida begunoh o'lib ketgan, haroqqa berilgan tunji erini kamdan kam aslaydi. Bular bir-birini baxtli qilishga o'z-o'ziga va'da berishgan insofli dehqonlar. Shunga ularning shodligi boylarning, mansabdorlarning uylaridan tepilmaydi. Nurining bu uydan zodiri ketgisi yo'q. Lekin cho'ng ishlar uni chillamoqda. 1944-yilning xayrli bir yil bo'lishiga uning ko'zi yetdi. Tabiat, vaziyat uni o'gaylimasala. Gomindan firqasi bilan Shingsay xalqni talashmoqda. Har ikkilisining maqsadi xalqning himoyasiga erishib, Xinjiangdan bir-birini qo'g'lab etish Jiang Jieshi Shingsayga yoqmagan o'xshaydi. U Jiang Jieshi avatgan Koilun ismli maxsus aeroplanda xotoni Chiu Yufangni elib Chongqingga Gomindanning 10-umumiy yig'inga qatnashdi. O chaqda Du Jongyuan Shingsay va Yangi Xinjiang degan kitobni yozib, Shingsayni yangilik yaratgan milliy qahramon deb maqtadi. Gomindan kapitallaridan Liang Hansao, Wang Defula uni texim maqtab sirliq bir odamga aylantirib etdi. U umumiy yig'inda so'z qildi. Markaziy ta'lim-tarbiya o'miki uni alohida dokladga taklif qildi. Uni gazetlarda alohida uchraydigan qahramon deb maqtadi. U yana Jiang Jieshi bilan uzoq so'zlashdi. Ziyofatlarda billa bo'ldi. Lekin qaytib kelgandan keyin u o'zini qochirib, ko'p gap qilmaydigan bo'lib oldi. Buning sababi nima? Akşamki gençlerinin yeni yılını kütüp elip, Rahimcan'ın uyda ötküzgen ziyafatda Abdukerim Abbas acayip yeniliklarını dep berdi. O ili memuri başlık mahkemesinin müfettişi Wen Qingzhang chegaradagi qonunsuz savdo setiq ahvolini tekshirishga borganda tarjimon bo'lib belli borgan ekan. U Wen Qingzhangdan nurg'un yangiliklarni ustalik bilan egilib olibdi. Shingsayning Chongqingdan qaytib kelib, jin bo'lib qolganning sababini u mundaq tushuntirdi. Uningga Jiang Jieshining siyosiy jihatdagi cherikdagi ish unumdorligining nacharligi yoqmadi. Yaponiya Jungoni besib bo'lay dedi. Hunan, Guangxi o'lkalarini besib oldi. Kuomintang armiyasi qarshi turmadi. U Jiang Jieshidan umidsizlandi. Sovet ittifoqi mana Ukrainaga yurish qildi. G'alba cho'qim Sovet ittifoqining. U Sovet ittifoqidan yuz o'rganiga pushaymon qilmoqda. Kuomintang har kuni degdek bir vakillar o'mikini avatib, Xinjiangga singib kirmoqda. Tashviqotchilar, qurilishchilar, olim professorlar, tekshiruvchilar Kuomintang firqasining Zhou Shaoliang, Yang Hansodek markaziy komitet a'zolari kan-kandan kelmoqda. Hozir Kuomintangning siyosiy ustunligi shakllandi. Shingsay tahdid ostida qoldi. Kuomintang armiyasi mo kundan-kunga ko'paymoqda. Menimcha bu hiligar yangi plan o'ylayotdi. Sizcha qanday plan o'ylayotgandi? Nuri bu siyosatchi yigitdan so'radi. Kuomintangga taqobil turish plani bo'lsa kerak. Hozir Shingsay Kuomintang firqasining odamlari bilan yo'shirin erishmoqda. Qarab turinglar. U yangi bir anzi yasab chiqadi. Jimib ketgani musha anziga boshqa turayotgani. Yana odam tutamo. Menimcha u Kuomintangning asosiy odamlarini tutadi. Bizga qo'l soladi. U Xinjiangdagi Sovet bolsheviklarini anzi yasab, Trotskiychilar deb Stalinga chaqqan. Stalin uning yolg'on to'plan ko'tirish anzisiga ishinib, bolsheviklarni qaytirib ketgan. U Jiang Jieshiga oshkor qarshi tura olmaydi. Cho'qim to'plan ko'tirish anzisini yasab chiqib, Jiang Jieshini aldab, Kuomintangning Huang Rujindek kattalarini qo'g'lib etmoqchi. U bizga nima ish qo'saldi deysiz? Jiang Jieshiga yaxshi ko'rinish uchun
Sovet ittifoqi bilan birlashib Xinjiangni tortib olmoqchi bo'lgan banditlarni tozaladim demoqchi. Jiang Jiexiga mushundaq ish yoqadi. Jiang Jiechi bilan Stalinning o'tirsa ziddiyat bormi qandaq? 1943-yili Stalingrad jangi oxirlashib, Germaniya armiyasi qattiq zarbaga uchrab, 90 ming askari Fon Paulius boshliq 9 marshali asirga tushdi. Hesapsız odamlar yo'qotildi. 200 kunlik jang Germanlarga cho'ng ziyon keltirdi. Stalinning xalqarodagi inovati o'sdi. Demak, Stalin dunyo sahnasidagi eng katta odamlarning biriga aylandi. U har qanday odamdan o'ch ola oladi. Jiang Jiechi shunga Manjuriya, tashqi Mong'oliya, Xinjiangning qo'ldan ketishidan qo'rqadi. U bu sababdan Xinjiangda Sovetning ta'sirini yo'qotmoqchi. Bultur 12 ayning 1-kuni Amerika, Angliya Jungo Qohirat yig'in ochib Qohira xitobnomasi e'lon qildi. Bu yig'inda Jiang Jiechi Rooseveltga Stalinga terrorga masalasida shart qo'ymasa deb nasihat qilish to'g'risida xutonishga yolvorgan. Undaqdan, dedi Rahimjon jimjit o'tirib, Abdukerimning og'zi qarab qilishgan mehmonlarning kayfiyati bilan xushal bo'lib. Yaqinda tugagan Tehron yig'in to'g'risida olganlaringizni deb bersangiz-kan. 1943-yili 28 noyabrdan 1-dekabrgacha bu yig'in o'tkazildi. Tehron xitobnomasi e'lon qilindi. Faşizmni uzul-kesil yo'qotish. Yig'inda faşizm yo'qotilgandan keyingi Yevropa masalasi, Yaponiyaga Sovet ittifoqining urush e'lon qilishiga o'xshash cho'ng ishlarda kelishim qilingan o'xshaydi. Konkret mazmun qolmadi. Birli ish aniq. Roosevelt Stalin bilan savdolashgan. Yevropada Stalinga yo'l qo'yish, Osiyada Rooseveltga yo'l qo'yish qaror qilingan. Shundaq bo'lsa, bizga foydasizroq bo'ladi. Kuomintang bizning dushmanimiz, ammo u Amerika bilan do'st. Amerika Sovet birlashib Yaponiyani jazolaydi. Stalin Jiang Jiechiga yo'l qo'yishi mumkin. Qaysi masalalarda qanchalik yo'l qo'ydi, u bizga qarang'u. Ili daryosini yoqlab sharqqa ketgan qadimiy yo'lda Nuri dadasi bilan piyoda ketib berib, oqshom bo'lgan bu gap so'zlar do'stlarining inoqligi, Abdukerim Abbosning mo'l bilim Iroqni ko'rarlikka o'xshash ishlarni birma-bir o'ylab uzoqcha jimmandi. Navada ularning ishlari G'ojiniyaz hojining ishidek bo'lib qolsa uchun. Sovet ittifoqi Kuomintang bilan birlashib, ularning ming jafoda qurbon berib qo'lga keltirgan g'albalarini bekor qilib uchun. U mushularni o'yladi. O'ylagan sari uning xiyollari murakkablashdi. Hozir qurol beryotdi, bizni qo'llayotdi. G'ojiniyaz hojini mo shunda qilgan edi. Oxiri uni Shingsayga qurbon qilib berdi. Bizni mo Kuomintangga qurbon qilib berish uchun manfaat yomon narsa. Yevropadagi foyda uchun Osiyoda ziyon bo'lishi mumkin-ku. Amerika bilan Sovet do'st bo'lsalar, Jiang Jiechi Stalinga yelinadi. Roosevelt saloq qiladi. Stalin yan'animi Jiang Jiechiga beqindirishi, butun Jungoda birli Jiang Jiechi hokimiyatini e'tirof qilishi mumkin-ku. Nimani bo'lmasin, endi yenib olishga yo'l yo'q. Qo'lda qurolni tashlashga bo'lmaydi. Jiang Jiechi Shingsayni yo'qota olishi mumkin. O chaqda biz Shingsayning dushmanlari bo'lgan Kuomintang bilan bir okopda bo'lib qolamiz. Jiang Jiechi bizga yaxshilik qilarmi? Balam, jimib ketding-ku. Xiyim xatar yana bormi-ya? Badada. Hozir tut yo'q, jon xeli tinjidi. Qanda xiyim xatar borkin tang? Qara. Hamma yoqni tuman bosqili turdi. Ha, rost. Jangollarmi, mahonalarmi ko'rinmagili turdi. Bizning kelgusimizmi ko'rinmas tuman ichida qoldi edi-da. Bu nima deganing? Islom ochimiz da'vosak. Islom deganing vaqtliq shuar. Xinjiangda Afg'onistondagi islom davlati qurishga Stalin yo'l qo'ymaydi. Tashqi Mong'oliyadagi davlat bo'lishga ham unamaydi. O'lkib ketib qolsa, biz Kuomintangning o'lkisi bo'lamiz. Kuomintang uchun Shingsayga o'q atgan bo'lamiz. Shingsay yo'qolsa-chi, bizni yana Kuomintang so'raydi. Kuomintangmi, Jiang Jiechimi Shingsaydek bir qotil. O'g'irdan qutulib qaroqchiq tutilamiz dada. Nima deydigansan, balam?
Elixon töram kafirlarni haydab chiqarib, musulmonlar o'zimizni so'raymiz davassa. Ahmaydi dada. Hammani Stalin belgilaydi. Ish bo'lmasa, Qozog'istondek bir sotsialistik jumhuriyat bo'lsaqmi bo'ladi. Stalin bizning tashqi Mong'oliyadek davlat bo'lishimizga o'nimaydi. Shinsay Xinjiangni ayrim davlat qilamiz desa o'nimagan. Bizga o'nimaydi dada. Hamsi biz nimaga qurollanib inqilob qilamiz deb şapashlab yurimiz. Menmi bilanmadim. Avval intiqom elib olaylik, keyin bir gap bo'lar. Menmi shu bola. Ufqongning qon qarzi bor. Bizning tartgan so'roqchiliklarımızning hisobi, Muxtar akamning qisosi. Qisos olmasa qandoq odam bo'lamiz, bolam? Hukumat qurish bizning ishimiz emas. Biz qisos olsaqli bo'ldi. Qurollanganlarning to'lisi shu. To'g'ri dada. İnqilobni biz qilamiz. Biz qon to'kimiz. Davlatni boshqalar quradi. Nuri qurollanganlarning ko'p maqsadlik, ko'p qatlamli ekanligini o'yladi. U Elixon To'rining nutqlaridagi istiqol, islom bayrog'i degan so'zlarga yana bir qism odamlarning boylarning savdo sanoat va fan texnikaga yuzlanish, Yevropacha hayotning darvozasini ochish deydigan gaplariga unchalik qiziqmaydi. U eg'ir-seliq, yo'qsizchilik va nodonlikdan qutula olmayotgan dehqonlar, Xitoy bozorida katminni mo'risiga selib, dir-dir titrab yurgan, piliç xonlarining tegida ko'miri usti dum yetib, dum qopib yurgan musofirlarning to'yg'idek tamoq, elnug'idek kiyim, yotqudek uy va jon boqqudek ishga ega bo'lishini, ilibning sunqini bilmayla bolalikdan bo'vayga aylanib ketadigan, zamin, inson, jamiyat, tabiat to'g'risida gaplarning hammasiga to'g'ri deb yaqsin tutadigan, necha o'n minglagan, hatto millionlagan xalqlarning nodonlik, bechorlik va namratlikdan qutulishini. Hamma odam o'zining insoniy huquqiga o'zi ega bo'la oladigan bo'lishini. Birlari xon, yana birlari qul, birlari azguchi, bo'zaq qilg'uchi, yana birlari bosh akkuchi, bo'zak bo'lg'uchi bo'lishdek hozirgi reallikni o'zgartirishni. Odamlarda g'am, qayg'u, ko'z yoshi va nohaqchilik azoblari yo'qolishini orzu qiladi. Hamma vahshiylik, nohaqchilik va har xil zulm kulfatlarning manbasi hokimiyat, dedi u Abdukerim Abbosga tuni-kun kech. Jamiyatning xarakteri hokimiyatga bog'liq. Biz xalq qo'llaydigan, himoya qiladigan, xalqning tub manfaatiga vakillik qila oladigan hokimiyat uchun kurash qilishimiz lozim. Nihoyat yaxshi. Og'ini bo'laylik, deb uning qo'llarini siqdi Abdukerim Abbos. Biz yaqinda mush orzularimizning amalga oshganini ko'ramiz. Bizning avlodlarimiz, ota-bobolarimiz mangan azobliq yo'lda mangu mangmaydigan bo'lishi kerak. Ular do'stlashdi. Fikri cho'nqur, tili o'tkir, mulohiza va yangilikqa amroq bu yigit Nuriga yoqdi. U uchratgan Rusulov, Zunim masteri Anvar apandi, Rahimjon, Mutaoli Xalpitim va G'ini Akbar Boturlarning hammasiga qaragandimi, bu yigit Nuriga boshqa jiroqni ko'rar, xalq manfaatini atrofliq o'ylaydigan bo'lib tuyuldi. Men seni sendayman ukam, dedi u qop-qora quyuq qoshlarini o'ynatib. Sen mendan 2 yosh kichikkansan. Jiq dard tortibsan. Jiq kitob o'qibsan. Jiq ishlarni o'ylaydi ekansan. Biz umrlik og'ini bo'la olamiz. Men sen o'xshash biri bilan og'ini bo'lishni orzu qilatdim. Rusulov degan muallim bilan to'limi yaqin o'tgan edim. Lekin u hozir yo'q. Men uning nomini anglagan. Meni Samanga surgan qildi. Sadrovni g'o'jiq surgan qilgan edi. U hozir Olmutada. Kim xalqni o'ylasa, u Shingdobanning dushmani. U qarniyat hamma odam meni o'ylasa, mening hokimiyatim uchun ishlasa deydi. Uning jallodlik qilishiga hamkorlashqicha yashimagan tuzuk. O'g'lim, eliq chaqda chani bilan mushunda qishliqi Sabiha ishkinlarni elib, mahallidan mush yo'l bilan mangan edik. Shu chaqdimi qar mushunda qilin edi, ha? Ha, dada. Biroq u chaqda havo ochiq,
daryo bo'yidagi o'rmonlar, qor bilan chumkalgan mahallalar to'limi chiroyli ko'ringan edi. Ha, u qiz hozir nada? Ulan ilqida, Sabiha nohiylik soqchi darsida. Sonisi bilan opisi boshlang'ich maktabda muallim. U qatoli yaxshi ekanda. Yaxshi. Joy qildi, kirimmi yaxshi. Pat-patli berib turamsan balam. Arlab nilqiga kelganda yo'qlab qo'yman. U qiz arga tegmagandi, ha? Yo'q dada. Sezgir dada jimib qoldi. Qiblidan chiqayotgan bo'ron kuchaygala turdi. Shivirg'an huvladi. Ular tuz dalaga chiqdi. Ular juvonlarning yaqinlarini ko'tarib qo'yib, kul-tuq qor tingan harva yo'lida eg'ir qadam bilan asta mangmoqda edi. Nuri yana cho'nqur xiyolga patdi. Yomg'ir aralash bo'ron darisini urmoqda. Nuri darvoza yonidagi hujrada supida yotmoqda. U eshikni ichidan ilib olgan. Bo'ron yomg'iri darizdan chapqidab tegmoqda. U g'uvlagan, qarasligan ovozlarini anglab yetib uxlab qoldi. U tushida Parixani ming quchoqlab suyayotgandek. Uning erlik nafsi taqildamoqda. Qiz, "Ya, unda qilmayli" demadi. Ajab. U cho'chib uyg'ondi. Lekin bu tush emas. Rostilla qiz uni quchoqlab so'ymoqda edi. Nuri hayot lazzatiga yana taslim bo'ldi. "Endi sen mening?" dedi Sabiha uningga chin chaplashib. "Silab baqa, midirlayotgan sening o'g'ling. Sana o'xshash qovul, chiroyli, bilimlik, yana botir." "Sara, sen qanday kirding?" "Men degan tarbiya ko'rgan ishbiyum, bu ishik menga o'yinchoq." "Tez chiqib ket, bo'lmasa men chiqib ketaman." "Ko'ngling hozirmi Parixadigu? Shuni deb keldingmi?" "Ha, u meni chin ko'nglidan yaxshi ko'rdi. Menmi shu?" "Boyatim men bilan nima qilding?" "Ich pushqimni chiqardim." Yo'q, u degan muhabbat. Muhabbat unda o'g'irliqchi bo'lgan chakun ish emas. Balani qanday tushundirsan amsa? Bola muhabbatning mahsuli emas. Sen iflos, sen rezil. To'g'ri, bir rezil ko'ngilni oyayman deb rezillik qildim. Menga ish ag'irtibmi? Tasalli bo'lsin deb. Men Parixaga qo'rsqimdagi balangni aytaman. U seningdan nafratlanadi. Yo'q, seningdan nafratlandi. Sen rezil. Tez chiq, bo'lmasa men chiqib ketaman. Chiq. Nuri o'rnidan sakrab turdi. Kiyimlarini olman-talman kiyib o'zini sirtqa otdi. "Nuri!" Sabiha orqadan yalon kiyim bilan yugurib chiqdi. Nuri allaqachon yomg'irliq bo'ron ichiga sho'ng'ib g'oyib bo'lgan edi. U shu kechini bozorda bir oshxonaning oldida do'ydib o'tirgan yetimlar bilan billa o'tkazdi. Hozirmi bo'ron. U Parixani o'ylamoqda. Shu kundan keyin u Osiyaning uyiga dassimadi. Mana hozir necha oy bo'ldi. Rostilla Sabihaning badanida uning bolasi cho'ng bo'lib atadi, ha? Bu ishlarni boshqalar bilsa, uni aybla, tillar, axloqsiz, buzuq deyishar. Lekin uning vijdoni undaq demaydi. U o'z nafsining quli bo'lmadi. Boshqalarning nafsining qurboni bo'ldi. İç ağırtış, muhabbet hislerini qadrlash uchun shunday qildi. Ko'ngilchaklik, boshqalarga tasalli va orom berish tuyg'usi razillik bo'ladimi? Sabiha nechiqidim, "Sen uchun yashayman Nuri" dedi. Bu gap rost. Nurining qilmishi razillik hisoblansa, bu razillik muhabbat tashnaligidek yuraklarga shifo bo'la olgandekin, u razillik bo'lmaydi-da. Qaysi bir inson ruhiy tasalliga muhtoj emas ekan? Hayot
sansızlıgan baxtsizliklarning kechirmishlari hisobiga insof, diyonat, axloq va go'zallik deydigan uqumlarni yaratgan. Ko'z yeshi, tashnalik bo'lmagan bo'lsa, insonlar haqiqatga intilib nima qilar edi? U o'zini falsafaga, tarixga va real hayot xotiralari bo'lgan kitoblarga murojaat qildi. U yanada reallikqa yotdi. U hozir mushundaq reallikqa yuzlanish odatini yetildirmoqda. Reallik uningga cho'nqur yo'l ko'rsatdi. Madad bo'lalaydi. Reallik shu. Uning qalbida muhabbat yalqini bor. Bu yalqin oltin eritmasidek, quyosh nuridek, tomirlarida eqiyotgan saf pokiz qinidek tabiiy, go'zal va nurliq. U o'ziga chetishli xiyollardan qutulish uchun doim qilayotgan cho'ng ishi partizanlik, qurolliq inqilob to'g'risida o'ylashga odatlanmoqda edi. Uning makoni yana shu O'lastay, Mo'ng'ul, Qozoq, Uyg'urlar aralashib o'ltiraqlashgan taqqa yaqin Edir bag'ridagi yeza. U yerda G'ani aksi bilan Seyit, Akbar Boturlar hadab odamlarni ko'paytmoqda. Ovchilik qilamiz deb taqqa chiqib qaraga etish mashq qilmoqda. Ot, tera, yo'nglarni chegaraga opirib setib, atkaschilik qilib qurol yig'moqda. Sovet mallardan shekar, raxt va chalg'a, palta, aynakka o'xshash sanoat mollarini akirib, Nilqi bozorlaridagi do'konlarda savdo qilmoqda. Qarmoqqa ular atkaschilar, lekin qilayotgani urush tayyorligi. Ular qayerdandir buyruq kutmoqda. Taqozolik bilan kutmoqda. Ular bilan birga yashash to'lini ko'ngillik, ma'nilik. Nuri uchun haqiqiy hayot ana shu. Lekin shu ma'nilik, haqiqiy hayot ichida u doim tarixan o'ylaydi. U qiz uning yuragidan cho'nqur o'rin olgan o'xshaydi. Uning hayoti shu qizning hayoti bilan chin bog'langan o'xshaydi. Urush bo'lsa balki Nuri nalardadir qurbon bo'ladi. Tarixa bilan bir uyda yashay olmas. Lekin yoshlik g'oyaga, go'zallik tuyg'usiga boy bo'lmasgili, Tarixa bilan birga bo'lishga tashnab o'xshaydi. Xuddi qurolliq inqilob buyruqi taqozo bo'lgandek. Qorong'i tushganda ular mahallasiga yetib keldi. Mahalla qor bilan cho'mkalgan. Bedi paxallar besilgan o'ksalar burunqidek jim. Nalardan dori g'o'rg'opani qaqqan, qattiq o'tin yorgan ovozlar keladi. Aralab o'ndargandek bir yerdan ish tovushigan ovoz keladi. Yesa jimjit. Qor yog'moqda. Qaramtul ko'rindigan bog'lar qetib qolgandek. O'g'izlar ustida girimsam qorong'ulik ichida oq ko'k paxal isi to'rxonlardan chiqib havoga singib ketayotadi. Jimjit. Qor bilan cho'mkalgan yeza ularning ona yurti. Tug'ilgan, tunji yuyungan, bo'shga bo'langan, pillildab yugurib cho'ng bo'lgan makoni. Ular katta yer egisi hisoblangan Osmon hojining Muxtar bayning hovlisi oldiga keldi. Hang'irqay ochiq uylar, eg'illar, odam qo'rqidek jimjit edi. Qani bu uyning o'z vaqtidagi ovatchiligi. Qachonli kelsa eshik oldida ot bog'loqliq turadigan, kalalar mo'rishib, qo'ylar ma'rishib, balalar churuqlashib, uydan mazzilik puroq chiqib turadigan Muxtar bayning uyi qini. Ular o'z hovlisining g'o'rosidan engishib hovliga kirdi. Tonur beshida tugilib yotgan qiri it Shintib bir qarada quyruqlarini shipang'ishtib, avval Ziyovdunga erkilab esilib, uning yaqinlarini purab yaladi. Ondan Nuriga esilib, mangziga yiqib, echinishli xinshib bir nimalarni bayon qildi. Nuri ko'z yoshlarini to'xtata olmadi. U mushu hovlining arkisi edi. Bugun bu hovliga yot, tog'ning chil bo'risi. Mushu hovli uning bo'shigi edi. Bugun bu hovli uning emas, nima uchun qaysi qonun bu judolikni paydo qildi? Nima gunohi uchun u bu hovlidan qo'g'landi? Bechara it, heliq chog'da ikki go'dakning o'qda o'lgani guvoh-ku. Bu qisas,
Bu xo'rliq uning yuragida mangulik saqaymas jarohat paydo qilgan. Ko'z yoshlari uningga malham bo'la olamdi. Yig'lama o'g'lim. Ko'z yoshingni itqimi ko'rsatma. Dedi Ziyoddin o'zini qattiq yig'idan oromli tutib elib. Bizni qonga qon, jonga jon ola oladigan erkaklarimizni xalq ko'rsin. Balam, yig'lama. Yig'i bilan o'zimizni rozi qilsak, biz ar emas. Ma'qul dada. Assalomu alaykum. Qandistorim. Ishqachirlab uydan qama chiqdi. U mukchib qolgan. Ovozimi aranli chiqibdi. Barsindirma. Qaynanay. Ziyoddin uni quchoqladi. Nuri uningga bola vaqtidagidek esilib, "Qama, qama og'a. Barsinma bir kutim." dedi. Ular uyga kirdi. Nur o'choqda qattiq o'tin lavuldab kuymoqda. Qop-qora ko'mirdek cho'gin shimildimoqda. Nur beshida qarchiroq g'o'ymoqda. Kanda jul-jul kiygiz ustida maylashgan jo'g'i o'rilib, kampiri umchib o'tirmoqda. Uning tamam oqargan chochlari paqpaygan. U ikki qo'li bilan beshini tatlamoqda edi. Dansavlig'ing yaxshimi atisha? Itning bosimin, otning quyrug'i. Chanqarabqan keraga. Qama o'ldi qo'y. O'z yildan osti o'sundoy aqlida osdi. Voy bola. Bola uni bettirdi qo'y. Ziyoddin tarat elib kirib tizilib o'tirib duo qildi. Ular yeshinmayli yetib qolishdi. Atayandagi jamoat top-top bo'lib kirib, ulardan hol so'rashdi. Uylariga taklif qilishdi. Ota-bola 3 kungacha mahallasidan ketalmadi. Uy besib choy mehmondorchilik bo'lib turdi. Hozirgi mahallaning beyi o'z vaqtidagi muxtarabaylarning maliga Qurban imom ular bilan har kuni bilinadi. Uning yanida yana Mira qozi billi edi. Mira qozi yanala yo'l mangsa qo'llarini havoda shiltib, qo'rsqini oldiq atay chiqirib, qisqa diqmoq putlarini asta yo'tkab, zo'kundorlik qiladi. Qazarat, Xudoning taqdiri. Etaklar yoqib bo'ldi, yoqila etak. 400 yillik taronchi boylar malay bo'ldi. Kelgunda malaylar oqsoqol cho'ngboy. Shukr edesizlar Miroboy, Xudoyimning arg'amchisi uzun. Yana qandoq taqdir qismatlar bor tehi, igisi biladi. Musadiri bekor bo'ladi, Muxtarboy qaytib keladi. Dedi Ziyoddin g'azab bilan. Boyliq degan qo'lning kiri ekan, omad degan mo divonining rizqi ekan. Muxtarboy qaytib kelsa, yarlari mollarini qaytirib oladi. Dedi bir dehqon. Abdumarninkini musodir qilib, kambag'allarga bo'lib berish lozim edi. Uning boyligi harom. Kulluhum podshoning amri vojib. Dedi imom uzun soqolini siypab qo'yib. Musadiri deganni hukumat qiladi. Xo'rji degan valaxshiydi shu. Ishtovshigan singri. Qazaran silmu havshig'ili turdilar. Imoma xonim, dedi Mira qozi. Xo'rji ish bo'lsa, sil ishning tovuqini yalab beyg'andilar. Nim bo'lib qalalar? Seni Miraboy, mening yig'irimga tegmisizlar, gollardan g'izo o'tmamda. Ilim o 3 vaqt tamoqlarining 2 vaqti mening uyimda bo'lgani. Mening 2 vaqt tamoqim sizning uylarda bo'lsa, sizning 5 vaqtlari biznikida. O'shir zakot, po'shkal zalli nadan kelyapti? Qazoran, siliniza. Ko'pchilik kulishdi. Imom yanada qo'y so'yib, Ziyoddinlarni mehmon qildi.
Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatılayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atigi anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Beliqut xazinesi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs, tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'harlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Beliqutdan bil. Beliqut xazinesi